Bunaqa sovg'ani aniq ko'rmagansiz. Yoqtirgan qizim uchun tillarang kosmetikalarni yig'ib bering degan zakaz tushdi va mana shu naborimizni siz 50% skidkada sotib olishingiz mumkin. Buning uchun videoni oxirigacha ko'rib, sahifamga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Birinchisiga sifati juda ham yaxshi bo'lgan, yog'li yuzlarni yaltirashdan himoya qiladigan va kun davomida tiniq turib, yuzdagi hamma muammolarni yopadigan pudrani joylashtirdim. Ular ichida eng yaxshisi bu atir naborni yana ham ochib beradi va chiroyli ko'rinadi va hamma biladigan ko'pchilikka yoqqan atirni joylashtirdim. Xohlasangiz ten o'rnida rumyana pomada o'rnida ham ishlatsangiz bo'ladigan mana shunaqa rumyana joylashtirdim. Sifati ham juda ham yaxshi, hattoki idishni o'zi ham sifati qanaqaligini bildirib turibdi. Bittasi birda teni rumyanasi highlighter bo'lgan mana shunaqa tez demab yursangiz bo'ladigan ten joylashtirdim. Keyingi navbatda o'sha bizni trendga chiqqan kun davomida tiniq turadigan, o'chmaydigan pomadamizdan joyladim. Endi bo'lsa nabordan tashqarida, ya'ni pul to'lanmaydigan sovg'amizni ham joylashtirdim. Klientlarimizni har doim hadyalar bilan xursand qilishga harakat qilaman. Bu Diara kosmetikani odatlaridan biri. Buni ko'pchilik obunachilarim bilishadi. Yoqtirgan qizim uchun nabor tayyorlab bering deganlari uchun shunaqa qilib mana shu ikkita taqinchoqni pudra ichiga bekitdim. Bundan maqsad mijozlarimizni xursand qilish va klientlarimiz sonini oshirish. Mana shu naborimizni 350 mingdan sotganmiz. Hozirgi kunda 50% skidkada siz buni 178 mingga sotib olishingiz mumkin. Xarid qilish uchun kommentariyada plus belgisidan qoldiring. Telegram orqali aloqaga chiqing va bu nabor kim uchun tayyorlandi? Ism bosh harfi D va bu naborimizni siz kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz, o'sha insonga yuborib qo'yishni unutmang.